Avlod nashriyatidan katta xushxabar. Avlod gruppasi yosh o'smirlar uchun 3 yurish 57 parcha ballar o'qishliqini nashrga tayyorladi. Oldin zakaz bering. 40 qismli 40 go'zal hikoya. Bu o'qishliq ballarning yetilish bosqichida bilishga tegishli islomiy qimmat qarashlar va adab axloqlarni o'z ichiga oladi. Farzandlarga kichikdan boshlab islomiy qimmat qarashni singdirib, islomiy adab axloq bilan tarbiyalab, sog'lom xarakterga ega qilib yetishtirib chiqishda muhim ahamiyatga ega. 10 qismlik yosh o'smirlar uchun hammasi Alloh deydi tavhid o'qishliqi. Bu o'qishliq tabiat va tabiat hodisalari haqida atrofliq, real va keng mazmunlarni o'z ichiga oladi. Allohning birlik borligiga aloqador o'zgacha ma'lumotlar bilan to'lgan, ballarga o'zini, jonliqlarni, tabiatni va koinotni rangli rasmlarga birlashtirgan mazmunlar orqali tushuntiradi. Alloh taoloning birlik va borlig'ini tanitadi. Uyg'urcha til adabiyot savodini puxtalaydi. Uyg'ur tilidagi nurg'un so'z atalg'ularni o'rganib olishiga yordam qiladi. 7 qismlik yosh o'smirlar uchun bilgin bor iymon o'qishliqi. Bu o'qishliq yosh o'smirlarning kallasiga kelish ehtimoli bo'lgan, ota-onalardan to'liq so'rab javobini bilgisi kelgan savollarga jalb qilarlik uslubda atrofliq va tushunishlik javob beradi. Bolalarning sabiy qalbiga iymon urug'ini tikish bilan birga Uyg'urcha til saviyasini oshiradi. 57 parcha kitobga oldin zakaz berish WhatsApp nomeri 0090 553 07 07 350 0090 553 07 07 350